Portugaliya terma jamoasi bu yilgi jahon chempionatida g'olib bo'la olmaslik ehtimoli anchagina katta, hattoki ularga Ronaldo ham yordam bera olmasligi mumkin. Gap shundaki, bu yilgi Portugaliya terma jamoasining jahon chempionatiga yo'li juda ham murakkab. Ularning qiyinchiliklari guruh bosqichidan boshlanadi. Ular guruh bosqichida O'zbekiston Kolumbiya terma jamoasi bilan to'qnash kelishiga to'g'ri keladi. Kolumbiya esa juda ham kuchli jamoa. Ular gruppadan chiqqan taqdirda esa birinchi bo'lib ularni Xorvatiya yoki yulduzlarga to'la Angliya terma jamoasi kutib oladi. Bordi-yu, agar Portugaliya bu bosqichdan ham o'tib oladigan bo'lsa, chorak finalda biz orzudagi to'qnashuv Ronaldo Messiga qarshi Portugaliya Argentina to'qnashuvini ko'rishimiz yokida Mbappening Fransiyasiga qarshi Ronaldoning Portugaliyasini ham ko'rishimiz mumkin. Agar Ronaldo va Portugaliya bu bosqichdan ham o'tgan taqdirda yarim finalda katta ehtimol bilan Ispaniya yoki Braziliya terma jamoasi bilan to'qnash keladi. Bu yo'l o'ta ham dahshatli va shu boisdan men unchalik ham Portugaliyaning jahon chempionatida g'olib bo'lishiga ishonmayapman. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Portugaliya terma jamoasi jahon chempioni bo'la oladimi?